sizlar bilan Zeno. Bu videoda qilichlarni sehrlaymiz. Qani, let's go. Men o'zimga kerak bo'lgan hamma narsani oldim. Mana qilich, anval, mana sharpness, knockback, fire escape, looting, unbreaking, smite, mending, har xil kitoblar bor. Endi qilichni birinchi anvalda hoppa qo'yamiz, ichiga kiramiz, qilichni qo'yamiz, mana bunday qilamiz. Shunda sehrlanib chiqadi. Sharpness o'tkirlik. Qilichimiz endi ko'proq jonlanadi. Hozir sehrimizga esa bu ko'proq maxluqlarni uchirib yuboradi. Bu endi mash'al qo'shgandan keyin yondirib yuboradi. Endi lootingdan keyin narsalar ko'proq tushadi, hayvonlarda, boshqa narsalarda. Endi esa bu qilichimiz sekin sinadi. Endi esa bu sehrni qo'shganimizdan keyin esa bu opit evaziga tiklanadi. Bu sehrni esa hozir ko'rsataman. Hozir men boshqa qilich olib hoppa mana buni qo'ysa ham bo'ladi. Mana shunaqa qilib qilichlarga sehrlashingiz mumkin. Nima uchun mana buni ham qo'shmaysiz desa, qilichlar oltita sehrdan oshmaydi. Shuning uchun shunaqa sehrlar ham bor. Yana bitta sehr bor. Shunaqa sehrlarga sehlagandan keyin oddiy moblarni yo'q qila oladi. Mana. Yoqmadi. Yoqish kerak-ku. Ikkinchi mana bunday yoqardi. Bu oddiy qarab turinglar. Uchirib yuboradi va yoqadi. Hamma narsasini ko'proq qilib tushiradi. Mana 2ta va 4ta. Xuddi shunga o'xshash. Qilichlaringiz endi ancha kuchliroq bo'ladi.